qaynanam olib bergan tillalar. Sotib uyamoqchiman. Hisoblang. O'tirib oling. Hop ko'ring, nima narsa ekan bu? Cho'chitib yubordiz odamni. Opa, Koreyada ham shunaqa tillalar bor ekan. Bular hammasi o'zimizniki-ku. Voy, конечно. Axir qaynanam Toshkentda turadilar-yu. Voy, xotir olmang, hammasi 750 proba. Тоже. Ha, opa, bular 750 proba ekan, hammasini ko'rib chiqdim. Qaynanangiz ham bir shedri odam ekanlar-da. Qancha ekan? Opa, buning 430 u 86 gramm ekan. Buni izdelya sifatida grammini 1 milliondan olib qolamiz. Shunda 430 million 860 ming so'm pul bor. Voy, o'rtog'im etgan summadan ham qimmatga olaman-ku. Tillar narxi har kuni o'zgarib turadi. Bugun balandroq bo'lgani uchun sizga qimmatroq hisoblab berdim. Voy, o'zimni qaynana jonimda aylaning. Endi C5 dan ham uyasam bo'ladi. Nima qilamiz? Rozimisiz? Baraka qilamizmi? Voy, конечно, roziman. Bo'ling, hisoblang. Mana 400 million so'm. 850 ming so'm. Siqilib hammasi o'zizniki, ha? Voy, конечно, o'zimniki, uka. Bunda mana shuni tillar o'ziznikiligini tasdiqlab, qo'l qo'yib yozib berasiz. Ha, ishonmayapsiz-da. Mayli. Qo'l qo'yish kerak. Qatga qo'yish kerak, qani ko'rsating, qatga. Ana. Bo'ldi, opa. Kelganingizdan xursandmiz. Yana tillalaringiz bo'lsa olib kelsangiz, qimmat narxlarda olib qolamiz. Ha, buni solamiz. Mayli. Sog' bo'linglar. Agar sizlarga million pullar kerak bo'lsa, Skuka Zolotuzga kelinglar. Tillarni qimmat baho narxlarda olib qolamiz.